Bilmadim. Diyor aka, Ha, sizdan bitta narsa so'rasam maylimi? so'ra. Shu issiq bo'ldi-ku, shunga kiyimlarimni torlik qilib isib ketayotgandim. Bir ikkita yangi kiyim olsam, ozroq pul bersangiz degandim. Iltimos. Yangi kiyim so'rashdan oldin yuvinib yurgan. Sandan g'alati hidlar kelyapti. Yog' hidi, yana allambalo hidlar. Terlab yotibsanmi bilmayman, kiyimlaringni yuvib yurgan. Nimaga unaqa deysiz? Bugun yog'li narsa pishirdim-ku, shunga hidi turib qolganda. Nima ovqat qilsang, o'zingga qarab keyin kirib kelgan mashxonaga. Sen shu xonaga kirib kelishing bilan oshxonani orqangdan sudrab kelgandek bo'lding. Yog' hidi bo'lib ketdi uy. Nima qilay, endi ovqat qilishim kerak-ku Diyor aka. Men qara kelgunimcha xonani havosini almashtirib yuborgan. Yotib bo'lmaydi bu yerda.